Xullas rais menga spravka berasiz. Men senga spravka bermayman. Sen kam ta'minlangan oilaga kirmaysan. Men spravkani kam ta'minlanganlarga beraman. Bermaysizmi? Men seni maqsadingni bilaman. Sen pastkash, ahmoq bola ekansan. Tur bor ko'zimdan yo'qol. Erkak bo'lmay o'l. Bo'pti. Kelganim dadam bilmasin. Seni ham otang o'g'il ko'rdim deb elga osh berganda, ha? Menga qara, birinchidan bu davlat tashkiloti. Ikkinchidan seni diploming yo'q. Uchinchidan men direktor ekanman. Senaqa nomard bolalar qorovul tugul, farrosh bo'vam ishlamaydi. Erkak bo'lmay o'l. To'xtang. Dadamga aytmang. Tire. Sunnat! Shashvar! Katta shaharda sharmanda qilmang dada! To'xta Rohit Mehra! Ushlayapsam, yirtaman! Menga qara Sultamat, sen qaysi yuz bilan farzandlaringga berayotgan aliment pulini kamaytirmoqchisan? Ajrashgan senlar-ku. Bolalarda nima gunoh? Menga qara, hozirga berayotgan pulingga pampersga yetmaydi-ku. Tug'dirdingmi? Boqasan erkak. Men tirik ekanman. Biron joydan kam ta'minlangan degan spravka ola olmaysan. Men tirik ekanman. Biron joyda qorovul bo'lib ishla olmaysan. Boqolmasang, shimingni yeshta, ishton kiyib yur. Dada, alimentni kamaytirib bolalarga kam pul berayotgan bitta menmi? Odam bo'lmaysan. Siqilib ketdim. Otib tasha! Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi?